Hop, ko'rib turganlar Nura stabilizatorining 15 kvaligi laterniy stabilizator hisoblanadi. Hop, bunda qanaqa funksiyalari bor? Demak, boshladik. Hop, stabilizatorimiz kiruvchi 100 voltni 260 volt. Hop, kiruvchisi 100 volt bo'lsa 100 dan ko'taradi, eng yuqorisi 260 dan pastga tushiradi. Yozib qo'yibdi. Plus minus 3% ekan. 3% ancha yaxshi narsa. Hop, demak, yana nimasi bor? Mana tepa tarafda kirish qismi, bu yoqda mana zazimleni ulanadigan joyi. Bu yerda ham 110 volt, ham 220 volt olishi mumkin. Yevropa standartlariga ham to'g'ri kelar ekan. Amerikalarda 110 volt hisoblanadi. Qushnash iste'moli 110 volt ham ishlatsa bo'lar ekan. U yoqdan qanaqadir qurilma olib kelib qo'ygan bo'lsangiz ishlatish uchun, u 110 volt ishlasa, siz mana shu joydan pitani tortib ketib, bemalol o'sha qurilmangizni ishlatishingiz mumkin ekan. Demak, o'zimizni oddiy holatdagi 220 kuchlanishimiz bu joydan chiqadi. Yana bir e'tibor tortgan jihati, hop, mana bitta ikkita avtomatik bo'ladi. Hop, bittasi tarmoq, bittasi через stabilizator bypass deydi. Hop, bunda qaranglar, ajoyibligi mana bunaqa narsasi bor ekan. Mana bunisini ko'tarasizlar setni. Hop, buni o'chirgandan keyin buni ko'taraman desanglar ko'tarmaydi. Mana bunaqa joyi bor ekan mana. Buni sirasida bu yoqqa, keyin ko'tarsanglar, bemalol ko'tarilar ekan. Tak, ajoyib. Ko'rinishi ham, dizaynlari ham zo'r ekan, lekin uni o'rnatib ishlatib ko'ramiz. Bizni kuzatishda davom ettiringlar.